Kartochka, pasportingiz bilan bemalol kirib kelaverasiz. Farg'onadan, Vodilda postidan o'tasiz, Qirg'izistonga o'tasiz. Qirg'izistondan to'g'ri kelib turib, yana O'zbekistonga kirasiz. Shohmardon O'zbekistonniki, Qirg'izistonniki, Ettika deyish mumkin. Xullas e'tibor bermayman. Sababi biz mana shu yerda aholi, tub aholisi bizmiz. Qirg'izdir, o'zbekdir, tojikdir. Mana shu joy bizniki vaqtincha. Tappada videoni o'tkazib yubormasdan bir boshdan ko'rsalaringiz, xudo xolasa, yana ham qiziqroq joylar bo'lsa, ularni ham video qilib qo'yib yuboramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammalaringiz salomatmisizlar? Bugun doimgi temalardan tashqariga chiqishga majburmiz. Tog'ning tagida Toshtemir tog'aning traktori qirilib turibdi. Mana shu tezlashishda kim 10 marta aytsa 100 ming. Yo'q, 100 ming bermayman. Bak aytib qo'yish mumkin-da. Hammaga topshiriq. Tog'da Talaymonni ko'rdim. Suvda Sulaymonni ko'rdim. Yumalab o'tgan tosh ko'rdim. Tuzsiz pishgan osh ko'rdim. Savol javobini bilmaganlar kommentariyada o'qib olsin. Topolmaganlar like bossin. Bo'ldi, tugadi. Tugadi. Xudo xolasa, Shohmardonga kelganmiz. Hozir Shohmardondan ham o'tib Qirg'iziston hududiga keldik. Bu yer qayerga qarashini bilmayman, lekin shu tog'lar orasida yuribmiz. Farg'ona viloyatiga qarashli Shohmardon Qirg'iziston hududida joylashganligi uchun ko'p savollar paydo bo'ladi. Xuddi bizda paydo bo'lgan savollar javobini video davomida sizlarga aytib ketaman. Mabodo Shohmardonga keladigan bo'lsalaringiz, birinchi O'zbekiston chegarasidan o'tib Qirg'izistonga kirasiz. Qirg'izistondan yana bir muddatcha yurgandan keyin, biroz yurgandan keyin yana Qirg'iziston chegarasidan chiqib O'zbekiston hududiga kirasiz. Ya'ni Qirg'iziston ichida bu joy. O'zbekistondan yana O'zbekiston chegaradan yana kirib Shohmardonda, ya'ni tog'larning orasidagi qishloq, Shohmardon qishlog'i, uning yonida Yordon qishlog'i bor. Shu ikki qishloq tog'lar orasida olib ketgan O'zbekiston hududi hisoblanadi hozirgi kunda. Xuddi shu yerda odamlar havosi barhavo, tog', archalar ko'p, kislorodga odam to'yinadi, soylar bor, qandaydir ozgina miyalarni dam oldirib, o'zi ham bir hordiq chiqarib, salomatligiga foyda keltiruvchi keladigan joy. Endi agar bu joylarga keladigan bo'lsalaringiz, sizlarga kerak bo'ladigan narsa pasport. Agar texnika mashinada keladigan bo'lsalaringiz, mashinani tex pasporti, o'sha mashina o'z nomingizda bo'lmasa ham, aynan shu muhim. Bizga ba'zi odamlar mashina o'zining nomingda bo'lsagina Qirg'iziston hududiga o'talasan, xolos ekan degan narsani aytgandi, lekin unaqa emas ekan. Tavernissiz bo'lsa ham bemalol chegaradan o'tib O'zbekiston hududidan chiqib Qirg'izistonga kirib, Qirg'izistondan yana O'zbekistonga bemalol kirib Shohmardonda dam olib ketishingiz mumkin ekan. Bu yerda ID karta, ya'ni o'sha bizni ko'k pasportimizni o'rniga almashgan pasportdan foydalanib kelsangiz ham bo'lar ekan. Sizga demak kerak bo'ladigan hujjat, agar mashinada keladigan bo'lsangiz, o'sha ID kart pasportingiz, istasangiz o'sha qizil pasportni ham olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni chet elga chiqish uchun kerak bo'lgan pasport, keyin praves kerak bo'ladi. Mashinaning tex pasporti kerak bo'ladi. Agar shunday o'zingiz aylangani keladigan bo'lsangiz, o'sha oddiy o'sha kartangiz bilan bemalol kelib dam olib ketsangiz bo'lar ekan. Xo'p, qadrdonlar, hozir biz shu Ko'lg'upponga keldik. Endi bizning tilda Ko'lg'uppon, balki biladigan odamlar nomini kommentariyada yozib qo'yadi. Xullas, o'sha paqircha yordamida chiqilar ekan, mana shu yerga aylanganlar ekan. Hozir men 1-aprel kuni hech qanaqa paqircha ham ishlagan yo'q ekan. Bu yerda do'konlar ham bor ekan, faqat budkasi qolgan xolos. Hech qanaqa bu yerda sharoit yo'q, hech kim ham yo'q. Xullas 1-aprelda. Bu menimcha may oylarida, o'sha iyun, iyul, yoz oylarida bu yer rosa odamga to'ladi. Mana hozir ko'rib turibmiz, o'sha suvda izlari turibdi. Ko'lning ichidamiz, lekin suv yo'q ko'l. Shu izni qarab aytadigan bo'lsak, taxminan bu yerda o'sha yerdan o'sha 5 metr, 6 metr suv bo'lar ekan. Endi
endi bu yerga bir zinaylar yozib qo'yishgan ekan, suvga tushishga taqiqlanadi, cho'milish taqiqlanadi. Agar suvga tushadigan bo'lsangiz, Qirg'iziston hududida, Qirg'iz pulida 1000 so'm shtraf yozib qo'yibdi. Lekin biz ko'lga tushdik, lekin suvga tushganimiz yo'q. Qadrdonlar, hozir yana bu ko'l qo'ppondan tashqari yana ko'l bor ekan. O'na sheriklarimiz ketib bo'ldi o'sha tomonlarga. Biz ham o'sha tomonga boramiz. Agar suvli ko'lda ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar suv bo'lmasa, shu chanqagan holimiz yana qaytishga majburmiz. Qadrdonlar, video davomida sizlarga yana ma'lumotlar berishga harakat qilaveramiz. O'sha Qirg'izistonda ko'l uchun biz o'zimiz zo'rg'a ko'tarib chiqib, ko'lga keldik. Ko'lda suv yo'q ekan, mana. Ko'lda suv yo'q. Mana shu kelganimizda ko'lda bu tomoniga o'tganimizda mana bu texnikani ko'ryapmiz. Mana atrofni ko'rishlar mumkin. Mana hamma yo'q tog', mana tog'. Ashu nari tomonlar ham o'sha ko'rsatganimdek ko'l. Bu yerda texnikani sizlarga ozgina tashlab o'tamiz. Xo'p. Mana bu yerda mana roli tayyor, mana mufta, mana skori, mana korobka, Jiguli korobka, mana bag'i suv nasos motori, bag'i mana Jiguli. Xo'p, ketdik, orqaga qarab o'tamiz. Orqamiz xullas tushunadigan odamlar uchun. Hali kim qiziqsa uchrataveradi deydi-yu. Xuddi shu ahvol. Xullas mana shuna qilib Samaderga mashina yasashib qo'yibdi. Mabodo qiziqqanlar bemalol yasaverasizlar. Shu Jigulida zapchastani topsalaringiz bo'ldi ekan. Keyin ona suv nasos qo'yib olasizlar, bo'ldi, tatata ketaverasizlar ekan. Xo'p, juda zo'r. Xullas odamlarimiz ixtironi, boshqani ixtirosi bo'lsa ham aralashtirib, quralashtirib bu narsalarni terib olaveradi. Endi men odatda o'zbek, qirg'iz, tojik deb millatchilik qilmayman. Ya'ni men O'rta Osiyoni doim O'rta Osiyoga padeshkadaman, meni O'rta Osiyo padeshka qiladi. Qadrdonlar, mana shunaqa narsalar bo'lsa ham sizlarga qo'yib boraveramiz. Xo'p, mana hozir ikkinchi ko'lga keldik. Xo'p. Mana bu yerda mana bunaqa imoratchalar bor ekan, lekin odam yo'q. Mana yerda namozxona bor ekan. O'sha qirg'izlarda mana shu chodira qilib qilingan ekan, chodirning ichida namozxona qilingan ekan mana. Xo'p. Endi bu tomonga yuramiz. Mana suv. Qadrdonlar, suvga tushish taqiqlanadi. Jarima 1000 so'm. Agar mabodo suvga tushadigan bo'lsak ham mana shu yerda ishtirok qiladigan odamni topolmayapmiz, lekin mana bu yerda mana qayiqlar bor ekan, mana biz biroz ertaroq kelib qo'yibmiz. Mana suv hali yo'qda. Suv bo'lish uchun bu yerda o'sha may, iyun, iyul oylari bo'lish kerak ekan. Mana tog'larda manzaralarni bir ko'ringlar. Mana odamni quvvati, qudrati yetmaydi bu narsalar uchun. Faqat qoyil qolib Allohning qudratiga yana bir karra ishonadi. Nima edi iqror bo'ladi. O'zi shunaqa iqror bo'lamiz. Xudoning qudrati bilan shuncha olam yaralibdiki, biz ham umuman shu yerda tog'lar ham, mavjudotlar ham buni guvohi bo'lganingizdan keyin yana ham nimangiz ortadi. Xo'p, qadrdonlar, nima demoqchi bo'lganlarimni o'zlaringiz tushundilaring. Video davomida yana sizlarga jarayonlar qo'yaveramiz, Xudo xolasa. Xo'p, mana bular ham xuddi shunday, mana. Bu yerda bunaqa lotkalar, ya'ni ruschasiga, o'zbekchasiga qayiqlar juda ko'p. Zo'r. Xo'p, mana hozir qorlarda erishiga guvoh bo'lyapmiz, mana. Suv ozgina mana sekin-sekin erishni boshlayapti. Xudo xolasa 2 oydan keyin kelsalaringiz, bu yer suvga to'lgan. Mana hozir ona suvni izlarini ko'rish mumkin, ko'ryapsizlarmi? Bu yerdan taxminan chamalaganda 2,5 metrlar bor. 2,5 metr, mana chekkalari 3 metrgacha suvni izi turibdi. Endi buni o'zlari chamalarasizlar. Endi nariga tomondagisi bu birinchi ko'l ekan, ikkinchi ko'l 5-6 metrgacha chuqurlikda ekan, suvni izi. Mana yerda osh-ovqat pishiradigan joylargacha bor ekan. Endi hozir birov yo'qligi uchun mana shu ahvolda turibdi, lekin yaqinda odam kelishidan oldin menimcha betlarni pokizlab qo'yishadi. Mana bu yer endi stolovoy, kafe. Xo'p, bu sharoitni ustidan kulmaslar, chunki mana shu joyda shu sharoit qilinganini o'zi katta ish. Chunki biz bu yerda yurib ko'rib bildik, juda uzoq. Juda yiroq. Xo'p, mana ketyapmiz. Mana suvga yetib keldik. Suv. Mana suv. Bu topdim men ko'l qo'ppon emas, bu ko'k qo'ppon ekan bu. Mana suvi ko'k ekan.
Xo'p, menimcha bu yerda baliq ham bo'lsa kerak. Ammo bu sovuqda baliq yashaveradimikan? Savollar ko'p xullas. Mana xudo xolasa ko'lga yetib keldik. O chekkadagilarni bilmayapman, muzmi, marmarmi uni bilmayapman. Nima ekan? Muz chista? Ana jaqqa javob muz ekan o'shalar. Cho'milsa bo'ladimi dedi. Ha, mana. Cho'milsa qaytib dushdan cho'milmaysan. Ana, duxiyotganlar bunaqa tahorat olyapti. Xullas, qadrdonlar, oxirgi manzilga yetib keldik. Endi yo'l-yo'lakay qaytayotgan sharoitlarimizni olamiz. Endi peshin namozini shu yerda o'qib olamiz. Hozir ko'rsatgan joyimiz bor, namozxona, ya'ni chodir. Shu chodirda xudo xolasa. Ha, o'tov ekan, uzr. O'tov. Nomi O'tov. Ha, o'tovda namoz o'qiymiz xudo xolasa. Kuzatib borish charchamaylar. Tappat videoni o'tkazib yubormasdan bir boshdan ko'rsalaringiz, xudo xolasa, yana ham qiziqroq joylar bo'lsa, ularni ham video qilib qo'yib yuboramiz. Xo'p, qadrdonlar, yotoq joy, sharoitlar haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu tomoni biz turgan joy, mana ayvonlari bor, mana o'choqlar ham bor ekan. Mana bunday tog'. Bu tog'da Qizil tog'dir ekan. Mana yonida mana bunday daryo o'tgan. Qadrdonlar, mana shu daryo, mana shu holatdagi sharoitda biz hozirgi kunda 60 ming so'mdan turibmiz. Mana bu yerda o'sha yozgi ayvonlar. Xo'p. Mana unaqa sharoitlar qilinyapti ekan. Mana yerda xonalar bor ekan, oilaviy odamlar qo'yamiz deyapti. Mana bu yerda tabiiy holatdagi bunday bo'lib toshlar bor ekan. Bu dekoratsiya xuddi, lekin bu o'sha tabiiy o'zi bor toshlar. Xo'p, mana bu uylarni o'sha qadimda SSR paytdami, xullas armanlar qurgan ekan toshdan. Uy to'g'risida ma'lumot, sementli loq qilib, o'sha g'isht o'rniga tosh terilgan. Biz aynan mana shu uyda turibmiz. Xo'p, sharoitlarni sizlarga ko'rsataman ozgina. Xo'p. Mana bu sharoitlar, ha. Biz opilta yoqdik, endi ozgina havo salqinligi uchun. Xo'p. Mana bunday archalar bor ekan. Mana bu tomonda ko'rsatib o'taman endi bir boshdan. O'na daryolar bor. Daryoni ashunday oqib yayilib kelib, mana bunday to'planib, ko'prikdan o'tib, mana bunday to'planib ketar ekan. Mana bu tomoni. Suv mana bunday bo'lib, o'sha tog'ning suvini samoxod o'sha yuqoriroqdan bochka qilishib turib, mana shunday holatda montaj qilingan ekan. Suv ham bor. Xo'p, suv bo'lmagan taqdirda ham daryoning suvi o'zi juda shirin bo'ladi, juda sovuq ham bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, shu odamning nomerini ham imkoniyat qo'yib qo'yishga harakat qilaman. Agar mabodo keladigan bo'lsalaringiz, mana sharoitdagi holatdagi joy. Endi hozir paytda yana ham chiroyli qilib o'ynayman deyapti. Faqat bu yerda bitta muammosi bo'lib turibdi. Bizga zona yo'q, Ucell bilan Beeline nomerim bor-da, ikkovini ham zona chiqmayapti. Lekin bir 50 metrda chiqadi. Hozir mana shu yerga akam aytayapti, 1-2 kun og'ida o'sha Wi-Fi'ni kabel yetib kelibdi. 3-4 kunda Wi-Fi tortib qo'yar ekan, xudo xolasa internetdan bo'lar ekan. Endi uni akamning nomerini yozib qo'yganimdan keyin Telegram, WhatsAppda o'zingiz gaplashtirib, xabarlashib, akam bilan gaplashaverasizlar. Xo'p, mana akam ham o'zim aytdim mehnatda. Mishalkalardan loyihalarni qilib, mana shu odamlarga chiroyli joylar, sharoitlar qilyapti. Xo'p, mana biz o'zimizni do'stlar, hammasi mehnatda. Bitta endi xudo xolasa kechga qo'yoqda bitta oshni qilamiz. Oshni qilib, eson-omon uyimizga yetib olsak bo'ldi. Keluvchi odamlar uchun aytdim, bitta ID mana bu nima edi, kartochka, pasportingiz bilan bemalol kirib kelaverasiz. Farg'onadan, Vodilda postidan o'tasiz, Qirg'izistonga o'tasiz, Qirg'izistondan to'g'ri kelib turib, yana O'zbekistonga kirasiz, O'zbekistonga kirib, mana shu Shohimardon bilan Yordonga kelaverasizlar. Biz turgan joy Yordonga kiradi. Shohimardon u narada qoldi. O'tgan safar Shohimardonda turganmiz. Bu tomoni Yordon. Endi ikkita tog'ning orasida mana shu ikkita qishloq bor. Atrof mana shunaqa tog'. Endi bu tog'larga qayerga qarashni bilmayman, lekin havosi juda zo'r. Kesalaringiz mana sharoitlar. Eson-omon uyimizga yetib olsak, yana hozir yo'limizda ikkita chegara turibdi. Ya'ni O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tamiz, Qirg'izistondan yana O'zbekistonga o'tishimiz kerak. Ikkita post blokdan o'tamiz. Xo'p, kimlardir kommentariyada yozishi mumkin. Shohimardon O'zbekistonniki, Qirg'izistonniki, etdiki, betdiki deyishi mumkin. Xullas e'tibor bermayman. Sababi
biz mana shu yerda aholi, tub aholisi bizmiz. Qirg'izdir, o'zbekdir, tojikdir. Mana shu joy bizniki vaqtincha, to o'lguncha. O'lgandan keyin bu yerga yana boshqa biz tanimaydigan odamlar egalik qiladi. Ya'ni o'sha bolalarimizdir, nevara, chevara, xullas kimlardir. Xudo qiyomat qilmasa. Xo'p, qadrdonlar, shuning uchun joy talash qilmaymiz kommentariyalarda. Shohmardon qaytdikidir, etdikidir, betdikidir. Xullas, mana shu joylardan rohatlaninglar, kelinglar, ko'ringlar. Mana hozir bizning bolalar ham mana yerda oshlarda qilishyapti. Sharoitlari chiroyli qilib urinishyapti. Xudo xolasa sizlarga video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Shu videoni siz ham xuddi men sizga ilingandek, siz ham yaqin do'stlaringizga ilinib jo'natib qo'ying. Zero siz bilan bizdan o'sha boshqa odamlarga yordam qilsin. Keladigan odamlarda har xil savollar ko'p bo'lar ekan. Ayni o'zimizni boshimizdan o'tdi. O'zi o'tkali kelganligimizda ham o'tkali mashinamizni egasining nomida edi, bemalol kelgandik. Bu yil har xil gap so'z chiqdi. U nomida bo'lmasa, kelmas ekan, u kan, bu kan, xullas. Bemalol kelaverasiz. Daverniz, ya'ni ishonchnoma bilan bemalol chegaradan o'tib, bemalol Shohmardon damni olib, bir hafta 10 kundir xullas bemalol dam olaverasiz. Havosiga gap yo'q. Bemalol mana qancha hozir tog'larga chiqdik, qancha joylarga bordik, lekin charchoq yo'q qandaydir. Biz ko'proq chang, hali bir ishlarda ishlasak, tezda charchab qolarkanmiz, ya'ni sabab o'pka shunaqa changga to'lganligi sababli. Mana bu yerga kelsa, shu o'pkalar bir dihanalar ochilib, o'pkalar zo'r ishlab, bir maza qilib olar ekan. Qadrdonlarga ulashib qo'yinglar, xudo xolasa, kuzatib borishachamanglar. Endi bu yerda damni olgandan keyin yana ish faoliyatlarimizni sizlarga ilinib borishga, ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Hammalarning sog' salomat bo'linglar, kuzatib borishda charchamanglar. Rahmat.